Men ham boshida qanaqa qaynatamga yoqmagan jihatlarim bo'lgan, yoqmagan misol uchun qiliqlarim bo'lgan, qayerda gap so'zlarim bo'lgan, ya'ni gapni shart aytadigan odatim bor edi. Chunki men ham bilmas edim bularning oilasidagi qonun qoidani. Men o'shanda ham erimni 1-2 bular menga nisbatan o'sha xotining falon, xotining pismadon degandan keyin vaziyat jiddiylashib, hattoki o'sha qayerdadir o'sha bir-birimizga sovuq bo'lib, qayerdadir o'sha ajrashamiz deb turgan joyda o'shanda ham erim shunaqa qaror qabul qilganki, bo'ldi. Mana bugundan boshlab mana qaynonamni, qaynatamni meni hammani o'tkazib aytganki, dada oyi, mana shu ayolni men tanladim, turmush qurdik, sizlarga yoqgan, sizlarni roziliklaringiz bo'lmagan bu ish. Iltimos qilaman, nima gapinglar bo'lsa, o'ziga aytinglar, agar yuziga aytinglar. Lekin o'rtaga meni solib, bu bilan munosabatimizga sovuqchilik tushirmanglar deb o'rtaga o'tkazib, hammani bitta joyda nuqta qo'yganmiz. Mana shu holatda bu chegara qo'yish bo'lar ekan.